بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetlik ustazlar ve qarındaşlar, Allah subhanahu wa ta'ala her birinlarını dünyanın her qaysı joylarida xotirjam salomat qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala her birimizni o'zi yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan amallarni ko'plab qilishga muyassar qilsin. Bugungi darsimiz muvaffaqiyat qozong'uvchilarning sifatlari to'g'risidagi 3-dars. Biz oldingi darsimizda haqiqiy hamda taqvolik to'g'risida darsimizning oxiri taqvolik to'g'risida to'xtalgan. Bu yerda taqvolikning sabablaridan bir qanchani so'zlab o'tamiz. Birinchisi muraqibatul vahidul ahad. Yakkigani bo'lgan Allohni doim kuzatib turish. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo har vaqt meni har joyda kuzatib turdi, mening nima ish qilganligimni Alloh ko'rib turdi deydigan bir tuyg'uni shakllantirsak, biz har qanday ish qilgan vaqtida bu ish mendan Alloh rozi bo'ladigan ishmi yoki Alloh yaxshi ko'rmaydigan ishmi deb har bir ishimizda men shu ishni qilyapman, Alloh subhanahu va taolo mening shu ishlarimni ko'rib turyapti, men cho'qim Allohga yarag'idek yaxshi ishlarni qilay deb o'zimizni kontrol qilamiz, nurg'un ishlardan saqlanib qolamiz. Ikkinchisi al-qiyam bil faroiz va ta'at. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo farz qilgan amallarni Alloh buyurgan shaklda ado qilish, taat ibodatlarni to'liq o'rindashdan iborat. Bu taqvolikning sabablaridan. Allah subhanahu va taolo oyatda deydi: "Yu'minuna bil g'oybi." Ya'ni bu muvaffaqiyat qozong'uvchilar, taqvodorlar bular g'aybga ishonadi. G'ayb degan hamda bizning ko'zimizga ko'rinmagan narsalarning hammasi g'ayb qatoriga kiradi. Ular g'aybga ishonadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning payg'ambarligiga ishonadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga jannat ba, do'zax ba, qiyomatda hisob ba, azob ba, savob ba deb g'aybiy ishlardan xabar bergan. Bular g'aybiy ishlarning o'ziga va payg'ambar alayhisolamningki bergan xabarlarga ishonadi. Yani qiyomatda amallar o'lchinadigan tarozi mezon bor va jahannamning ustida sirat ko'riga qo'yiladi, bu yerdan o'tadi degan bu g'aybiy xabarlarga ishonadi. Shundaqla qiyomatda jannat kirganlarga doimlik ne'mat bo'ladi va do'zax kirganlarga dardlik azob bo'ladi. Bu yerda nihoyatda hikmatlik ish qiluvchi Robbimiz Alloh subhanahu va taolo bor. Hammaga qodir, hammani bilguchi, hammani ko'rib turuvchi, hammani anglab turuvchi, arishning ustiga o'rinlashguchi. Allah subhanahu va taolo har qanday narsa uchun bo'l deydigan shu zamon bo'ladi. Allah bütün mulkiyat, podshohlik va buyruq ishlar Allah uchundir. Har kuni Allah subhanahu va taolo o'zining shu ishlari bilandir deb payg'ambar alayhisolamning bergan g'aybiy xabarlarga ular ishonadi. Sizlarga xush muborak bo'lsin. Ya'ni hozirgi zamondagi biz va sizlardan iborat musulmonlarga xush bishorat bo'lsin. Chunki sizlar va bizlar qiyomat kuniga iymon etdik. Payg'ambar alayhisolamni ko'may payg'ambar alayhisolamga ishondik va musulmon bo'ldik, Allohga ishondik. Ya'ni biz hech bir ko'rmagan g'aybiy ishlarning hammasiga Qur'on hadisda bayon qilinganlikdan ishondik. Bu biz uchun bo'lgan cho'ng bishorat. Oyatda hamda yu'minuna bil g'ayb deb taqvodorlar oldi bilan g'aybga ishonadi deb g'aybni burun keltirdi. Chunki u eng cho'ng katta masala. Qarab boqadigan bo'lsak, dunyoda eng ko'p kafir bo'g'uvchilar, eng haddidan oshquchilar g'aybga ishonmaymiz. Biz ko'z oldimizdagi naq bo'lgan moddiy ishonamiz, g'aybga ishonmaymiz deb bular dindan yuz o'riydi. Ular deydi, dunyoda iloh deydigan narsa yo'q. Dunyo hayoti degan bir moddadan iborat. Biz dunyoda manfaatlansak shuni o'zi kifoya qiladi. Biz ko'z oldimizda ko'rgan narsaga ishonamiz va tutib boqqan, his qilgan tuyg'ularimiz bilan bilgan narsaga ishonamiz. Ko'zi ko'rmagan va biz his qilmagan narsalarga ishonmaymiz deb g'aybni inkor qiladi. G'aybga iymon etish bo'lsa, bu insonda tepiladigan eng katta masalalardan biri. Yoki inson yuzlanadigan katta masalalarning biri. Har qanday odam g'aybga ishonmaydi ekan, bu odamningki farz amallari, nafl amallari, so'z, ish harakatlari hech qaysi qabul qilinmaydi. Shundaqla bu odamga
nazarmi silinmaydi. Bu odamning qilgan zakotlari bo'lsin, hech qanday amallari qabul bo'lmaydi. Bu odam uchun dardli azob bo'ladi. Shunga hammaga ishonib, g'aybga ishonmaydigan bu odam mu'min bo'lmaydi. Allah subhanahu wa ta'alaning va yuqimuna salat, ya'ni taqvodorlar namozni Allah buyurgan shaklda barpo qiladi. Allah subhanahu wa ta'ala mu'minlarni zikr qildi va ularningki namozni buyurgan shaklda ado qilganligini zikr qildi. Ve munafiqlarni zikr qildi, ularning namoz o'qiydiganligini zikr qildi. Chunki insonlar ikki turlik bo'ladi. Bir turliki namozni buyurgan shaklda ado qiladi va bir turliki faqat namoz o'qiydi. Ya'ni bunday kishilarni namozni shu buyurgan shaklda ado qilmay, namozni o'qib qo'ygan kishilar bo'lsa, bularningki o'qigan namozlari ularni har xil nachar ishlardan, munkar ishlardan cheklab qo'yolmaydi. Ama namozni Allah buyurgan şekilde ado qilgan kishilarning namozi ularni har xil nachar ishlar, munkar ishlardan cheklab qo'ydi. Chunki Qur'oni Karimda inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Haqiqatan namoz sizlarni har xil nachar sharkat, fohisha ishlardan cheklangan ishlardan to'sidi. Qanday vaqtda to'sidi desa, inson namozni Allah buyurgan shaklda, payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan shaklda ado qiladi ekan, bu odamning namozi xushu bilan, xudu bilan, farz, vojib, sunnatlar bilan to'liq ado qilgan namoz o'z sohibini turli nachar ishlardan, axloqsizliklardan, munkar ishlardan cheklaydi. Ammo bo'lishiga o'qib qo'ygan namoz insonga hech foydasi bo'lmaydi. Masalan, ba'zilar deydi, bu inson namoz o'qiydi, zarlik chekimliklarni chekidi, namoz o'qiydi, zina qiladi, o'g'irlik qiladi, haroq ichidi, eski ishlarni qiladi desa, bular beradigan javob, chunki odam namoz o'qidi, lekin maqama salat, namozni haqiqiy Alloh buyurgan shaklda barpo qilmadi, faqat o'qib qo'ydi. Hamda namozni Allah buyurgan shaklda o'qish degan, ya'ni namozning xushulariga ko'ngil bo'lish, namozni nihoyat xudu bilan o'zini nihoyat tuvan tutib, Allohga bo'ysunib o'qish, tahoratni mukammal ilish, ixlosni to'g'irlash, ruku sajdalarni to'liq ado qilish va namozda o'qiydigan zikrlarni va namozning ruhi bo'lgan xushuni barpo qilish, bu namozni haqiqiy ado qilganlik bo'ladi. Yana Allah subhanahu wa ta'ala ayetning oxirida va mimma razaqnahum yunfiqun. Ya'ni ular biz rizq qilib bergan narsalarning ba'zisini Alloh yo'lida xayr ihson qiladi, chiqim qiladi. Oyatda va ma razaqnahum yunfiqun deb kelmadi. Va minma. Ya'ni biz rizq qilib bergan narsaning ba'zisini deb bu yerdagi min tabiiz ba'zini bildiradigan harf. Va ma razaqnahum yunfiqun demadi, chunki bundaq bo'lsa bu insonlarga zo'r taklif bo'ladi. Ya'ni biz rizq qilib bergan narsalarning hammani chiqim qildi degan bo'lsa, bu insonlarga naytibak ig'ir keladi. Chunki inson o'zining mol-mulkining hammasini Alloh yo'lida chiqim qilishga qodir bo'lolmaydi. Alloh subhanahu va taolo har birimizni to'g'ri yo'lda mustahkam qilsin. G'aybga ishonadigan, qiyomatda bo'ladigan ahvollarga ishonadigan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamningki g'aybiy ishlar to'g'risida bergan xabarlarga ishonadigan haqiqiy taqvodor mu'minlarning qatoridan qilsin. Darsimizning 4-qismini davomlashtiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.